Assalomu alaykum. Hyundai Granger ECG 300 avtomobilimiz 2011-yil 142 ming kilometr yurgan, yoqilg'i benzin 3 объем. Mashinamizning общий narxi 5 million 200 ming won. 5 million 200 mingga hamma narsasi ichida chiqib ketadi. Оформление, diler xizmati, 1 oylik garantiyasi, hammasi ichida. Mashinamizning avariyasi bor, strashniy emas. Shu orqada krilo, bamper almashgan hamda chap tomon krilo kraskasi bor. Shuning uchun mashinamiz arzon holatda. Benzin 3 объемli, orqada pardasi bor. Xo'sh, multimedia boshqargan funksiyasi bor. Yili 2011-yil. Eshik beshkilchoy dastur. Sidina elektronik sidina. Sidina pamyatlari bor. Eco rejim bor, sport rejimlari bor, 360 kamera bor. Xo'sh, rulda isiydi, masofa distansiya ushlaydi, kruz kontrollari bor, start stop monitori bor, black box high-testlari bor, auto hold, auto parking bor, sidina isitadi, sovutadi, orqada pardalar tushib chiqadi. Mashinamiz full variantda panorama tom bor. Orqa sinalari ham isitadi. Mashina eng oxirgi pozitsiyasi full. Avariyasi bor, lekin unaqa strashniy emas. Granger olaman deb yurgan akalarimizga shu mashinani juda ham tavsiya qilardim. Full variantda, narxi ham unaqa qimmat emas. Jami 5 million 200 mingga chiqadi. Kilometri ham kam, unaqa ko'p emas. Yili jinday eskiroq xolos, 2011da chiqqan. Bosib yuboradigan holatiga shu Granger. Bitta tomoni benzin xolos, 3 объем.